Ya, doni kech kirganda nima qilib o'tiribsiz, uka? Aka, doroz o'rnatgani boruvdim aka. To'k pas ekan. Elektrod yonmay zo'r o'rnatib keldim-da aka. O'zi qana elektrod ishlatyapsiz? Qo'ying aka elektrodda aka. Diqqat olmang uka, men yangi elektrodga o'tdim. Bir sinab ko'rasizmi? Qana elektrod ekan aka? Mana uka. Ama. Bo'ldi aka, ertadan sinaymiz aka buni xudo Bir sinab ko'ring uka. Nasrinalar ko'tavorsiz aka. Yangi elektron ekanda. Tanzoniya sog' bo'lsin aka. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Tushunsizlarni bitta Fayzli xonadonimiz darvozalari bitgan. Bu rushnoy darvozamiz bo'ladi. Lis 2lik, 6x4 profilda bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Metini ochiq qilib berganmiz. Xudo xolasa bu arzon variant akalar. Kvadratini so'ragan akalarga 750 ming so'm. Rushnoy darvozamiz akalar. Odamlar 600 ming, 650 mingga pechadan qildirib yuribdi akalar. O'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar akalar. Baqa aynaymi deganlariga mana aynay qo'rildi. Bu kraspaga sep berganmiz. Xudo xolasa laklari glyansiy bo'lgan, avtomobilning kraska, avtomobil laklari bo'lgan. Xudo xolasa akalar zakaz beraverasizlar. 750 mingdan dastlabki ustanovkasi vodiy bo'ylab besplatniy akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz akalar.